Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyası rəhbəri Xitay baş elçisini işxanasında kütüb alğan. Sharq Turkiston Xalq Cəmiyyəti Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhrində Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurulğanlığının 78 və 89 illiğini xatırlab 12 noyabr günü namoyish o'tkazdi. Amerika Federal tekshirish idorasi TikTokning Amerikada salbiy ta'sir elib kelishidan ansiraydi ekan. Amerika majburiy emgak ishlatgan Xitoy quyosh energiyasi shirkatlarining Amerikaga kirgizgan mollarini musodara qildi. Bunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyasi rəhbəri Xitoy baş elçisini ishxonasida kutib olgan. Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyasining fotograf mulozimati 16 noyabr günü Twitter hesabida Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyasi rəhbəri Kemal Kılıçdaroğlu və onun baş məsləhətçisi Ünal Cevizközning Xitoyning Türkiye'de turishliq baş elchisi Liu Xiaobinni partiyasining baş shtabidagi ishxonasida kutib olganligini bildirgan. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Twitter hesabidan bununla inkos qaytarib, Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyasi rəhbəri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Xitoy baş elchisi Liu Xiaobin bilan görüşkənligidən, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblamaganligidan norozi bo'ldik. Atatürk hayot bo'lgan bo'lsa, Turk xalqi uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa hargizmi sukut qilmaydi dedi. Sharq Turkiston Xalq Cəmiyyəti Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhrində Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurulğanlığının 78 və 89 illiğini xatırlab 12 noyabr günü namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston Xalq Cəmiyyətining qonuniy vakili Rabiya Namat xonim axborot e'lon qilib mundaq dedi. Bugun 2022 yil 11 oyning 12 kuni. Sharq Turkiston tarixidagi eng ahamiyatli va iftixorlanarli kunlarning biri. Chunki 78 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari ishg'oliyatidan qutulib, mustaqilligini asliga keltirgan kun. Biz bu kunni mangu eslaymiz va sig'inamiz. Vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tarafidan 1949 yili besib olingandan keyin 1955 yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan ishg'ol nom berilgan bo'lib, Sharq Turkistonda xo'rliq va haqorat ichida yashayotgan ham yaqindan beri Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda Xitoy virusini bahona qilib, chorasiz qolgan xalqlarni uylariga rayimsizlarcha so'lab qo'yish, och qo'yish, zo'rlab kasal qilish, davolanish huquqidan mahrum qilish va boshqa chekidan oshgan zulmlarni qilish orqali irqiy qirg'inchilik usulini o'zgartib, butun xalqni yo'qotish planini yanada tezlatmoqda. Biz Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiyona jinoyatlariga qat'iy qarshi turamiz va Yaponiya, Amerika qatorliq dunyodagi barliq demokratik davlatlarning jiddiy tadbir qo'llanib, Xitoy tajovuzchilarini to'sib qilishini so'raymiz. Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ichki masalasi bo'lmasdan xalqaroliq masala. Shunga dunyoning aralashish huquqi bor. Mushundaq bir irqiy qirg'inchilikda yo'q bo'lib ketayotgan chorasiz xalqimizning vakili bo'lish sifatimiz bilan Yaponiya hökumətindən yardım so'rash maqsadida bu namoyishni elib beryapmiz. Xitoy tajovuzchilari mushu asrda butkul dunyo erkinlik va demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda yana kelib dunyoning tinchligini qo'g'daymiz deyotgan davlatlarning ko'z oldida millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkiston xalqiga inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Masalan, butun dunyoda normal deb atalayotgan odatdagi diniy odatlarning shundaqla Sharq Turkiston xalqining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan urf-odatlarini jinoyat bekitib tutqun qilishni davomlashtiryapti. Millionlagan tinchlikni suyadigan begunoh kishilar, olim ziyolilar, tijoratchilar va har qaysi kasb ahlilarini xohlagancha tutqun qilib, xo'rlab o'ldirish lagerlariga yig'ib olib, och qo'yish, tan jazosi berish, meditsina sinoqi olib berish, qiz ayollarni kollektiv bo'yicha yalang'ochlash, bosqinchilik qilish, organ atkazchiligi qilish orqali xo'rlab o'ldiryapti. Shuning bilan teng millionlarcha sharqiy turkistonliklarni izdiraksiz yo'qotishni davomlashtiryapti. Maktablarda Uyg'ur tili, qozoq tili qatorliq til yoziqlarni cheklab, bolalarni kichikdinla o'z tilida so'zlay olmas qilib qo'yapti. Yuqori texnikalik sistemalarni qo'llanib, 24 soat nazorat ostiga olib, shaxsiy turmushiga qadar aralashib olib, xotirjam uxlash huquqidan mahrum qilib, har oilaga birdan Xitoy erlarini o'rinlashtiryapti. Urug' tuqqan va do'stlari bilan normal aloqa qilishni cheklayapti. Millionlagan Sharq Turkiston ayollariga qarata inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni qilyapti. Masalan, majburiy hamile tushirish, Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlash,
jinsiy qul qilish, Xitoy shaharlariga surgun qilib, arzon ishchi holatida qul qilish, illiq oilalarni vayron qilib, millionlarcha bolalarni yetim qilib, ota-ona mehridan ayirib, ro'yitiga buzg'unchilik qilish qatorliq shafqatsizlarcha jinoyatlarni o'tkazayotidi. Sharq Turkistondagi boylarning iqtisodini musodara qilish, muhitni bulg'ash, yadro siniqi qilish, yurt mahallalarning nomlarini o'zgartirish bahonasi bilan xo'rlab o'ltirish lagerlarida o'ltirilgan millionlagan xalqimizning isbotini yo'qotishni davomlashtiryotidi. Xitoy tajovuzchilari yuqorqidek inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni ishlab, isbotni yo'qotish uchun jasad ko'ydirish o'rinlarida o'lganlarni ko'ydirib, jinoyat isbotini yo'qotyotidi. Millionlagan bovoqlarni o'z ota-onasidan ayirib, Xitoylar o'zi beqib atalmish shafoatchi bo'lyotidi. Kishilarni zo'rlik bilan namratlashtirib, atalmish ishga o'rinlashtirish nomida qul qilib ishlatyotidi. Millionlagan Sharq Turkiston xalqini ro'yi va jismoniy jihatdan xaroblashtirib, normal yashash huquqidan mahrum qoldiryotidi. Biz Sharq Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilarining bu insoniyatsiz bostirishiga qat'iy qarshi turamiz. Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yili imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilikqa kirdi. Sharq Turkiston xalqi tarixdan buyon tinchlikni so'yadigan, insoniyatni so'yadigan, madaniyatlik, oq ko'ngil xalq bo'lib, shundaqla tarixdagi xalqaroning siyosiy qaroriga hurmat qilib, tinch yashab kelgan xalq. Afsus, Xitoy tajovuzchilari asli zamin egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqini yo'qotib etish uchun masalani o'zi paydo qilib, begunoh xalqlarga inson tasavvur qilg'usiz zulmlarni qilyotidi. Yaponiya hukumatining insoniyatning haq-huquqini qo'g'dashda butun dunyoda ulgulik rol olish bilan teng, yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan insoniyatga qarshi vahshiyona jinoyatlariga sukut qilmaganligiga Sharq Turkiston xalqi nomidan tashakkurimizni bildiramiz. Shuning bilan teng biz yuksak demokratiyani qo'g'duvchisi bo'lgan Yaponiya hukumatining insoniyatni qo'g'daydiganligiga ishonamiz va odil maydonda turib Sharq Turkiston xalqini qutqizib olishini o'tinamiz. Shundaqla Yaponiya hukumatining Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlariga sal qaramasligini, Xitoy tajovuzchilarining asabiyatchi fashist millatchiligiga qarata jiddiy tadbir qo'llanishini talab qilamiz. Chunki Yaponiya hukumati Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiyona jinoyatlarini tezdan tadbir qo'llanib, Sharq Turkiston xalqini qutqizib olmasa, yiroq bo'lmagan kelgusida tajovuzchilikni Osiyoga, undan keyin G'arb dunyosiga kengaytirishi mumkin. Biz Yaponiya hukumatining dunyodagi yuksak demokratiyani qo'g'duvchi davlatlarning biri bo'lish salohiyati bilan adolatga ega chiqishini va Sharq Turkiston xalqining demokratik haq-huquqlarini qo'g'dishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun tadbir olishini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini va Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb tanishini o'tinamiz. Shundaqla vatanidan ayrilib chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning nupus masalasini hal qilib, davlatinglarga qabul qilishinglarni talab qilamiz. Biz yana Sharq Turkiston masalasi tarixda xalqarалық masala bo'lganidek, bugunmi xalqarалық masala sifatida hal qilinishini talab qilamiz. Bu hargizmi Xitoy tajovuzchilarining davlat xizmatchilaridan tashkillangan atalmish da'vogarlari aytganidek, Xitoy tajovuzchilarining ichki masalasi bo'lmasligi kerak. Ammo Xitoy tajovuzchilarining mavhum da'vogarlari Sharq Turkiston xalqini siyosiy jihatdan qoralash va Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga buzg'unchilik qilishni davom qilmoqda. Bu kishilarning qilmishlarini qat'iy inkor qilishinglarni so'raymiz. Shuningdek, Yaponiya hukumatining tarixiy isbotlarga hurmat qilib, adolat va haqiqat tarafda turib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va tajovuzchiligini tub yiltizidan oxirlashtirish uchun kuch chiqarishini talab qilamiz. Biz Sharq Turkistonliklarni javobgar bo'lishga tegishli barliq mas'uliyat va majburiyatlarimizni o'tashga har vaqt tayyor ekanligimizni alohida bildiramiz. Yuksak demokratik qimmat qarashning qo'g'duvchisi bo'lgan buyuk Yaponiya hukumatiga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston xalq jamiyati. Boshqa yana Stokgolmdami Cumhuriyet kunini xotirlab namoyish o'tkazilib, axborot e'lon qilinib, 2 qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish tarixi, Xitoyning qonunsiz ishg'ol qilib olib yurgizayotgan mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligi tafsiliy anglitilib, Sharq Turkiston uchun birdan-bir yo'lning mustaqillik ekanligi, xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llab, yordam berishini talab qilganligi bayon qilindi. Amerika Federal tekshirish idorasi TikTokning Amerikada salbiy ta'sir elib kelishidan ansiraydi ekan.
CNBC xabar torining 15 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Federal tekshirish idorasining direktori Christopher Wray seshanba kuni millat vakillariga TikTokning Amerikadagi faoliyatlari haqida qattiq andishlanadiganligini aytgan. Wray dunyoning har qaysi joylaridagi tahdidlarga aloqador isbot anglash yig'inida Avam palatasi davlat bexatarlik komiteti a'zolariga bizning TikTokning davlat bexatarligimizga tahdid elib kelishidan andishimiz bor. Xitoy uni millionlagan mushtarilarning sonliq ma'lumotlarini yig'ish va millionlarcha jihozdagi yumshoq detalni kontrol qilishga ishlatadi degan. Wrayning so'zlari boshqa hukumat amaldorlari va qurultoy a'zolarining Xitoyning sinf pullarining Amerika mushtarilarining uchurlarini qarshi hukumatdan qo'g'dash iqtidoriga bo'lgan gumoniga asoslangan. TikTok qonun hukumatning shirkatlarni ichki uchurlarni topshirishga majburlashiga yo'l qo'yadigan ahvol ostida Amerika mushtarilarining sonliq ma'lumotlarini saqlamaydiganligini ta'kidlagan. Manbalarning xabar qilishicha, TikTokning ana shirkati ByteDance o'zi tekshirgan materiallarni naql keltirib, bu appni qo'llanish orqali bir qism alohida Amerika fuqarolarining konkret o'rin tafsilotlarini kuzatishni planlagan. TikTok dokladni qaytarib olib, buning bir qism alohida Amerika fuqarolarining konkret o'rnini tepish uchun iz qo'g'laydiganligini rad qilgan. New-York vaqt gazetining xabariga qaraganda, Bayden hukumati uning Amerikada texnik qattiq bexatarlik tadbirlari ostida davomli tijorat qilishiga yo'l qo'yish uchun shirkat bilan kelishim tuzmoqchi bo'lgan ekan. Amerika majburiy emgak ishlatgan Xitoy quyosh energiyasi shirkatlarining Amerikaga kirgizgan mollarini musodara qildi. Tijorat o'lchami xabar torining 18 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan 1000 dan ortiq quyosh energiyasi mahsulotlarini musodara qilgan. Yana bir quyosh energiyasi shirkati majburiy emgak ishlatmaganligiga aloqador turli dalil isbot topshirish bosqichida ekanligini aytgan. Xitoy quyosh energiyasi shirkatiga yaqinligi bilan tanilgan bir kasbiy xodim yakshanba kuni Yer shari vaqt gazetining muxbiriga hozir Amerika bozorlariga quyosh energiyasi mahsulotlarining kirgizilmayotganligini aytgan. Xitoyning Longi yeshil energiya texnik cheklik shirkati, China Solar shirkati va Jinko Solar Holding shirkati qatorliq shirkatlari Amerika quyosh energiya taxtasi ehtiyojining 3dan 1 qismini ta'minlaydi ekan. Indigenous People Society bugungacha faqat va faqatla Amerika indianlari va Avstraliya yerliklarga nail bo'lgan sharafdir. Biz bu ikki qit'adagi yerli xalqlarning sifatlariga diqqat qiladigan bo'lsak, hech qachon madaniy jamiyat barpo qilib boqmagan, yoziq madaniyati bo'lmagan, hech qachon muntazam davlat qurib boqmagan yarim yavoyi kechmishini ko'z oldimizga keltira olamiz. Bizmo ashladek yarim yavoyi demoqchi bo'lamdik. Xuddi ularga Yevropaliklar madaniyat elib kelgandek, bizga Xitoylar madaniyat elib kelgan. Bo'lmasa, mangu ashu yavoyiligimizda qolatdik deganning e'tirofimi? Bular haqida jiddiy o'ylanib boqqan vatanparvarlarimiz bo'lib boqdimi? Bular bu haqda nima o'y fikrga keldi? Agar to'g'ri deb qaragan bo'lsa, to'g'riligini isbot qilib boqsin. Xato bo'lgan bo'lsa, xatolikqa qandoq inkos, qandoq qarshilik ifodaladi? Xitoy buni baribir e'tirof qilmaydigan bo'lsa-mu, buni besilinmaganligimizning, ixtiyorimiz bilan madaniyat elib keluvchilarni qarshi olganligimizning iqrori sifatida foydalandi. Öz ixtiyorimiz bo'yicha Xitoylarning yetakchiligini qabul qilganligimizning paketi sifatida foydalandi. Natijasiga o'zi ishonmaydigan bu bir to'p odamning xalqni davomli aldishi dal bu millatdagi hipnozlik holatining natijasidir. Agar xalqning ko'zi ochilgan bo'lsa, o'zini setayotganlarning qilmishiga tur degan bo'ladi. Uyg'urlar uchun Indigenous People Society-ni iltimos qilayotgan aqlliqlarning ko'rsatgan rejasi "Amisa oz sonliq bo'lsak yaxshimidi" degandan iborat. Chet elliklar oldida avtonomiya va Shinjong deb ishlatadigan Uyg'ur xalqini biz mustaqillikdan voz kechmadik deb aldaydigan bu haqiqatlarning so'zlaridagi chalangishlikni ko'ring. Agar sen avtonomiyani qabul qilmagan, Xitoyning bir parchasi ekanligingni qabul qilmagan bo'lsang, qandoqlarcha oz sonliq bo'lib qolasan? Sen o'zingni Xitoy fuqarosi, Junxo millatlarining biri, vataningni Xitoy tuprog'ining bir parchasi deb e'tirof qilgandilar, ondan bu yo'g'on dashqaynoqning ichida oz sonliq bo'lib qolasan. Agar sen Xitoy davlatini davlatimiz deb tanmasang, vatanimiz burundan mustaqil davlat bo'lib kelgan va kelgusida cho'qim mustaqil davlat bo'ladi deb ishonsang, u holda mustaqil Sharq Turkistonda biz nimishqa oz sonliq bo'lib qolgandekmiz? Biz bu davlatning asosliq aholisi emasmiydik?
Mən barlıq Şərqi Türkistan xalqını, millatimizning siyosiy taqdiriga ko'ngil bo'ladigan barlıq shaxslarni, ziyolilarni mana bu nuqtaga avtonomiya talqinlarining psixik oqibati indigenous people salohiyatiga iltimos qilishning siyosiy ofatiga diqqat qilishga chaqiraman. G'ulom Osmon apandining 2018-yili 3-oyning 3-kuni yozgan Qo'rqinchli suiqasd nomli maqolasidan ilindi. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögün Allah için köp rahmet. Kelar qitimli programmamız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.